Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga qiziqarli bo'lgan narsalar haqida hozir video obzor qilib tushuntirib beramiz. Xo'p, bizga hozir liliya, narsis va iris gullari haqida ozgincha tushuntirib o'tib ketamiz. Xo'p, qaranglar. Mana bu yerda liliya gulimiz bor. Sarı rangi. Mana bu чистый голландский. Rosa ham chiroyli bo'lib ochiladi. Bo'yi 1 metr bo'ladi. Keyin buni oq rangi bor mana. Bu ham rosa chiroyli bo'ladi. Bularning donasi 50 ming so'mdan, pochkada ikkita bo'ladi, pochkasi 100 ming. Keyin mana bu yerda mana maxruviy nasisimiz bor. Bu gollandskiy, чистый bo'ladi, чистый gollandskiy. Piyozlari rosa katta-katta. Piyozlari katta-katta. Narxi 15 mingdan. Bunaqa maxruviysi bor, bir xil xoli deganlar. Keyin mana bunaqasi shoxligi bor. Bitta tubda 4 ta 5 ta gul beradigan. Bu чистый голландский. Bularning ichida 5 ta bo'ladi. Donasi 15 mingdan, bitta pachkasi mana shu turishi 75 ming bo'ladi. Bularning piyozlari juda katta-katta, yiri-yiri. Hozir bular pachkaning ichida ochilmagan, sizlarga olib ko'rsatishga bo'lmayapti. Mana. Hamnisi bu ham maxruviy. Bu rang-barang bo'lib ochiladigan rang sorti. Mana. Bu yerda 5 ta 5 xil rang bo'lib ochiladi. Mana bunaqa oq bo'lib turib, qaymoq rang, sariq bo'ladi, cheti oq bo'lib turib, o'rtasi sariq bo'ladi, kremoviy bo'ladi. Mana bunaqa bo'ladi. Xullas 5 xil rang bo'lib chiqadi buning ichida. Piyozlar arasi katta-katta, sifatli. Bu чистый голландский. Nasisimizning narxi 15 ming so'mdan. Nasisimizning ranglari juda ham ko'p. Mana bu ham nasis, bu ham nasis. Mana bunisi sariq nasis. Bular hammasi gollandskiy чистый nasislar. Bularning narxi 15 ming so'mdan. Keyin bizda iris bor. Mana bunaqa iris. Mana. Buni pachkasida 10 ta bo'ladi. Mana shu pachkasi 100 mingdan. Donasi 10 ming so'mdan. Keyin irisni mana bunaqa boshqacha turlari ham bor. Mana neobычный. Obunachilarimiz irisni so'rashgan edi. Mana shuning uchun irislardan ham video obzor qilib chiqasanmiz. Mana piyozlari ja unaqa yirik bo'lmaydi. Bu gollandskiyniki. Mana bu ham ko'p yillik. Bitta ekib qo'ysalar bo'ldi. O'zidan ko'payib chiqib yoturadi. Buning ichida 10 ta bo'ladi. 10 tasi 100 ming. 10 ta olsanglar mana shu kupovkasi bilan boradi. Keyin mana bu karli kibisi bor. Bu ham iris. Bu bo'yi 20-25 sm bo'ladi. Buning ichida 15 ta. 15 tasi 150 ming bo'ladi. Ha, mana bu yerda boshqacha ranglari bor. Bunisi ham 10 talik. Bu ham iris, bu ham 10 talik. Juda ham chiroyli. Mana bo'ylari, anaqalari haqida ma'lumot berib o'tilgan. Bunisi rang-barang, hammasidan bitta, ikkita qilib rangli komplekt yig'ilgan. Bu ham 10 talik, 100 ming. Mana bunimiz juda ham chiroyli bo'lib ochiladi. Hidli bo'ladi. Buning ichida 15 ta. Buni piyozi sal maydaroq. Lekin bu ham juda chiroyli bo'lib ochiladi. Telefon nomerimiz 99 815 2350. Ismim Muhammadali, Toshkent shahar Chorsu gullari. Bugungi o'tgan videomiz 2026-yil 3-fevral kuni olingan video. 12 viloyat bo'yicha imo pochta orqali pochta qilib chiqarib beramiz. To'lov oldindan ishonchli, kafolatli xizmat. 12 viloyat bo'yicha chiqarib beramiz. Liliyamizning 5 xil rangi bor. Rozvisi, bardovisi, oranjvisi, keyin oqi bilan sarig'i bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Telegram kanalimizda bor. Like, podpiskani ayamaylar. Bizani qancha kuzatishda davom etadigan bo'lsangiz, sizlarga yanada qiziqarli ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Mana imkon qadar o'zingizlarning yaqin insonlaringizga mana shu meni videolarimni tarqatishingizni so'rab qolaman. Qancha bizani auditoriyamizni kuzatuvchilar bilan ko'payadigan bo'lsa, men ham sizlarga shunchalik chiroyli narsalar haqida video obzorlar qilib ko'rsatib beraman. Xo'p, obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli bo'lsin. Oldi bahor.